بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetlik Müslüman kıyırındaşlarımız, her birisimiz özümüzni taşırdıgan işinin en muhimi bizning Allah subhanahu wa ta'ala bilen bulgan alaqımız, Allah subhanahu wa ta'alaga bolgan bağlanışımız, Allah subhanahu wa ta'alaga bizning keltirgan imanımız Allah subhanahu wa ta'ala razı boğudak derecede hakiki işenciga eriştimi ve makbulluk ornuga yetkidek bir alaqa, bir iman, bir Allah subhanahu wa ta'alaga bolgan bağlanış bizde ameli hayatımızda ameliyatga chiqdimi? Bizning vücudumuz, ruhimiz, fikrimizge Allah subhanahu wa ta'alaga bolgan bağlanış, hakiki muhabbet ornudumu? Bu her birisimiz özümüzge nispeten en birinci muhim orunda koyduğan birden bir hazırki devrdeki en muhim nokta kıyırındaşlarımız. En muhim sual. Biz hazır yaşavatkan cemiyet ve dünyada insan ve cinnin şeytanları boğan her türlük insanlar ve Müslümanlarını hak yoludun azdırdıgan, hak yoludun tosuduğan, Allah Teala'ga boğan hakiki imanını acizlaştırdıgan, Allah subhanahu wa ta'alaga bolgan işencisini boşlaş ve suslaştırdıgan, Allah subhanahu wa ta'alaga bolgan hakiki muhabbetini acizlaştırdıgan ana aşundak bir fitnelik bir devrede yaşap turatibmiz. Lekin biz yaşavatkan muşu devredeki her bir hayatlık, her bir sükunut ve her bir minut, her bir hayatımızdaki nimet ulug' Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizge keç gündüz bergen bir fursat, bir nimet, bir yaxshi bergen vaqt ekanligi ve sınav, imtihan ekanligi her birisimizge ayan. Biz mana mushundaq hazır yaşavatkan cemiyetimizdeki Allah subhanahu wa ta'ala bilen bolgan alaqımızdınki sushivatkan, acizlaşıvatkan, her türlük cemiyette yaşavatkan Müslümanlarının yeni insanlarını İslam'a akiriş uyaqtırsın, belki özü İslam'dan yiraklaşış, İslam ruhidin çetnaş, İslam talimatlarıdın çetnaş, halal haramını ayırmaslık, Allah'ın dostu bilen düşmanını ayırmaslık, cemiyetke nispeten Allah razı bulduğan yaxşı obrazlarını, İslami bolgan hakiki ölçemlik Müslümanlık obrazını ve güzel ahlakını etrafka tarqıtış ve İslam'ın obrazını yaratış bulalmagan mana mushundaq bir cemiyette bizge en muhim bolğunu evvelen özümüzdün bizning Allah subhanahu wa ta'alaga bolgan alaqımız, Allah subhanahu wa ta'alaga bolgan işencimiz, Allah subhanahu wa ta'alaga bolgan imanımız, Allah subhanahu wa ta'alaga bolgan bağlanışımız Allah Teala razı boğudak derecede makbul buldumu? Allah subhanahu wa ta'ala'nın aldıda ötemtimiz. Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın ihlasmen Müslüman benleri dep dava kılvatımız, muşu davayımız
Allah subhanahu wa ta'ala'nın aldıda Levhil Mahfuzda halis Müslümanlar qatarıga yazıldımı. Hem şundaqla Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki itiraf qilishig'a, muhabbetiga erişdikmi, qabul qilishig'a erişalidikmi deb özümüzden so'raydigan bir vaqt keldi qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz Allah subhanahu wa ta'alaga özümüzning yaqin ve Allah Ta'alaga bağlandıgan ve Allah Ta'alaga hakiki işenci turguzduğan Allah bilen boğan münasebetimizni biliştin burun şunu bilişimiz gerek ki Allah Subhanahu ve Ta'ala bizge yakın mı? Allah Subhanahu ve Ta'alaga biz yakın kelsek, Allah Subhanahu ve Ta'alaga biz muhabbet bağlasak, Allah Subhanahu ve Ta'alaga biz fikrimiz, ruhimiz, tütkül vücudumuzni Allah Ta'alaga açsak, Allah Subhanahu ve Ta'alaga hakiki eyminip kul bulup Allah Subhanahu ve Ta'alaga ta'zim becal keltirip Allah Subhanahu ve Ta'ala'nın hakiki yürükimiz bilen yaxşı görsek Allah Subhanahu ve Ta'ala bizge yıkılışamdı. Allah Subhanahu ve Ta'ala bizni kubul kılamdı. Allah Subhanahu ve Ta'ala bizning işlerimizge yardım beremdi. Allah Subhanahu ve Ta'ala bizge igi bulamdı. Allah Subhanahu ve Ta'ala dua tileklerimizni icabet kılamdı. Biz hazır kalavatkan insan cinnin azdırıştırıdın ve insan ve şeytanның bizni her türlü fitnelerge seliştirdin ve şundakla ana aşundak kafir Xitay komünistleri okşaş ve zalim her türlü dünyada her qaysi joylarda özünün hayatıda Allah bergen kuch quvvatga Allah'a qulchilik qilmasdan ko'ranglayotgan Allah'ның qullari mu'min bandilarini xarlayotgan insoniyatga tajovuzchilik qilayotgan ana dunyodagi nurg'unlagan buddist ve Hristiyan Yahud tajovuzchi kafirlarga o'xshash dünyadaki her türlü kafirlar körenlep Allah karıştırıvatkan mana muşundak bir dünyanı fitne ve zulüm kaplap ketken cemiyette Allah Subhanahu ve Ta'ala bizge igi bulup bizni dünyada özünün peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerge ve burun ötken peygamberlerge igi boğandek igi bulup bizni özünün dünya ve ahiretinin baxti boğan doğru yolga igi kılamdı ve şundakla bizni ana aşundak zalim kafirlerininki tajovuzchilig'idan, ularning qulliqidan erkinlikka, baxtga erishtiramdi, oxiratda jannatiga kirgizamdi. Biz mushundaq baxtga qanday qilsak erishimiz deb bu savolni avvalan o'zimizdan so'rashimiz kerak. So'rgan vaqtimizda buningga Allah Subhanahu va Ta'ala bevosita Qur'oni Karimda Muhammad sallallohu alayhi va sallamga oyat tushirib shundaq deganki: Estaizu billah, bismillah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Sure Bakara 186. ayette ben Allah Subhanahu ve Ta'ala şundaq deydi ki, qaçan sorusu sizden ey Muhammed aleyhissalatu vesselam bana çoqungan, bana kul boğan, mening kullarım, mening mu'min bandilarim men to'g'riliq sorusa, yani biz Allah Ta'alaga yakın kelmekçi, Allah Subhanahu ve Ta'alaga hakiki kul bulmakçı, Allah Subhanahu ve Ta'ala'dan yardım sormakçı, Allah Subhanahu ve Ta'ala razı bulduğun yaşlılık üstü turmakçı, Allah Subhanahu ve Ta'alaga yalvarıp Allah Ta'alaga hakiki dert alemlerimizin sözlep dünya ve ahiretinin hafılıkıdın Allah Subhanahu ve Ta'ala'nın yardım bilen kutulmakçı, hem şundakla her kandak bir zalimnin, her kandak bir insan cinnin, şeytanlarının azdırışıdın ve onlarının kul kılışıdın ve onlarının ki bizni yok kılışı, veyran kılışıdın Allah Subhanahu ve Ta'alaga tayınıp durup Allah'ın rahmetine erişmekçi biz, Allah'ın kutulduruşuna erişmekçi biz, dünya insanları işideki varlık insanlar işidin her türlük Allah karşı boğan yalgan ilahlarga ve insanlarga, pir-öllerge, zalim kafirlerge ve özünün nefsige, şehvetlerge ve her türlük şirk keltirgen bu heykellerge çoqunuvatqanmış insanlar işidin. Fakat yalğuz Allah Subhanahu ve Ta'ala kul bilimiz, şu Allah Subhanahu ve Ta'ala bizge qandaq muamele qiladi, bizge yaqin mu Allah Subhanahu ve Ta'ala deb Allah Subhanahu ve Ta'ala to'g'riliq so'rasa, sen cevap verip degin ki hakikaten men qaribun, yaqin durman. Men bana
yaqin kelgan, mening buyruqlarimni qabul qilgan, cheklimlarimdan yangan, menga tashna bo'lib, mendan yordam so'ragan, menga itoat qilib, menga bo'ysunib, menga haqiqiy tava bo'lib, har qandaq bir Alloh qarshi bo'lgan yolg'on ilohlardan va har qandaq bir shahvoniyatdan, nafsi xohishdan, zulmdan, tajovuzchilik, gunoh ma'siyatdan o'zini chatqilib, Alloh men buyurgan haqiqatga, men buyurgan hidoyatga, men erishishga buyurgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga va uning hayotiga erishib, meningki yo'limni qabul qilmoqchi bo'lgan insonlarning hammasiga men yaqin, uningki har bir ishiga hamroh bo'laman, qilgan duolariga ijobat qilaman, uningki har qandaq bir ishida men uningga yaqin bo'lib, uningki dard alamlariga, uningki barliq qayg'ularga men ega bo'laman deb Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda o'zi bilan banda o'ttirisidagi bo'lgan muomalada banda Allohni izlab yaqinlashsa, Alloh o bandiga ega bo'ladiganligini alohida sifatladi qarindoshlarimiz. Lekin Alloh subhanahu va taologa yaqinlashishninki yana bir bayonini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda alohida bayon qilib, banda Allah subhanahu va taologa yaqinlashgan amalning eng yaxshisi farz amal etganligi. Farz amal bilan Allah subhanahu va taoloninki yaqinlashishiga, Allah subhanahu va taologa banda yaqinlashishiga, Allohning rizoligiga erishadiganligi. Mayli o farz amal ibodat, namoz bo'lsin, ro'za bo'lsin, zakat bo'lsin, haj bo'lsin va Alloh har bir insonga bergan iqtidordan ilm bala ilmini, iqtisodi bala iqtisodini, iqtidori bala iqtidorini Alloh ularga farz qilgan, Alloh ularga bergan ne'matdan Allah subhanahu va taolo yo'lida chiqim qilish, Allah subhanahu va taolo rizoligi uchun shu bergan iqtidorini ishlatishdan iborat bo'lgan, Alloh farz qilgan amallarni joyida qilgan, ana shundoq amal orqali Allah subhanahu va taologa yaqinchilik qildiganligini, uningdan qolib qolsa banda Allah subhanahu va taologa minib kelsa, Allah subhanahu va taolo yugurib keldiganligini, ya'ni Allah subhanahu va taologa banda yaxshi amallar, nafl amallar va har qandaq bir ibodatlar bilan yaqinlashib Allah subhanahu va taoloni rozi qilmoqchi bo'lsa, Allah subhanahu va taolo o bandaga ega bo'lib, Allah subhanahu va taolo o bandaga yaqin qildiganligini hadisda Allah subhanahu va taolo bayon qildi. Endi mushu Allah subhanahu va taolo bilan bo'lgan bizning aloqamizga Allah bizga buyurgan barliq shaxsi va ibodat, oila, jamiyatga mansub, davlatga mansub, musulmon xalqiga mansub farzlarimiz va Alloh taoloni rozi qilgudek har qandaq bir iqtisodiy va ibodiy va ijtimoiy bo'lgan nafla amal ibodatlarining har birisini qilishimizga nima to'sqinlik qiladi desa, buning to'sqinlik qildigan ishninki eng yomoni Allah subhanahu va taolo mana mushu oyatda so'zladiki, astag'firullah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rastullah Allah subhanahu va taoloning qiyomatdagi hisob bo'ladi. Allah qiyomat kuni esa kofirlardan va butkul insonlardan hisob olmay tashivatmaydi. Qiyomat bo'ladi. Balki u kafirlarning yuraklariga ular qilgan jinoyat dug' bostiryapti deb Allah subhanahu va taolo sura Mutaffifida, sura Mutaffifning 14-oyatida mana bu oyatni keltirdi. Demak, insonning Allah subhanahu va taolo bilan bo'lgan aloqasi, Allah subhanahu va taolo oldiki farzlarni joyida aloqashi, haromlardan yenishi, inson va jinning shaytonlarga dunyoning har qaysi joylaridagi har turli hozirgi dunyoga zulm, küfrini, tajovuzchilik, gunoh ma'siyatni, buzg'unchilik, shahvoniyatni yeyotgan har turli guruh tajovuzchi va zolim va ozdirg'uchi har turli ozg'un kishilarga, ozg'un jamiyatlarga insonlarning erishishga sabab bo'ladigan ish, ularning jinoyatni qilishga yuzinib ketganligidan, jinoyat qilganlar bilan birga bo'lganlikdan, jinoyatga qarshilik bildirmaganlikdan ularning yuraklarimi shu qilgan jinoyatlar bilan birga qarilishib ketgan. Yomonlikni yomon ko'rmaydigan, yomonlik qarta e'tiroz, qarshilik bildirmaydigan, yomonlikni yuragida nafrat bilan o'ch ko'rmaydigan bo'lgan.
Demek Allah Subhanahu ve Taala bu ayette bizge alahide bo'lgan bir ne'matni shunda so'zlaydi-ki, insonning avval yomonlik nereden başlanadi desa, avvalan inson yomonlikdan bosh tatmaslikdan, yomonlikqa at pushayman qila olama, ugun qila olama, ma yomon insonlar yomon jamiyatga qarta yaxshilik qilib bularni o'zgartirishga ahamiyat berishga tirishmay, balki yomonlik qarta haqni, adaletni qo'yishdan hayo qilib o'ltiradigan, yomonlikni qilishdan hayo qilmaydigan ta'tur hayo. Yani asli bu hayo emas, balki numussuzlikdan iborat bo'lgan mushundaq rezil nifaq qilmish biz musulmonlarning va dunyo insonlarining hayotiga ta'sir ko'rsatganlik tufaylidan biz mana mushundaq har qandaq bir jamiyat, har qandaq bir o'rinda Allah Subhanahu ve Taala bizga topshirgan haq adolatni yeyishga, haq adolatga amal qilishga, haq adolatni o'zimizning hayotida ro'yobga chiqarishga tirishchanlik qilishdan numus qilish mana shundaq rezillikqa yuzinib qolgan qarindoshlarimiz. Shu Allah Subhanahu ve Taala munofiqlarning sifatida nasulloha fanasiyahum. Ular Allah Subhanahu ve Taala'nın oldiki mas'uliyatlarini unutdi. Ularni Allah Subhanahu ve Taala unutdi degan. Shuning uchun qarindoshlarimiz biz Allah Subhanahu ve Taala'ga haqiqiy xolis musulmon bo'lamiz. Allah bilan bo'lgan aloqamiz buzilmasin. Qalbimiz yomonlikni o'ch ko'rmaydigan, yaxshilikni yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qolmasin. Xoin, munofiq, osilar qatoriga o'tib qolmayli davosak, biz Allah Subhanahu ve Taala'ga bo'lgan munosabatimizda Allah Taala'nın bizge bo'lgan yaqinchiligi, Allah Subhanahu ve Taala doim bizge yaqin keladiganligi, doim bizninki Allah Subhanahu ve Taala'ga yaqin kelishimizni Allah yaxshi ko'radiganligini Allah Subhanahu ve Taala yuqorqi oyatda bizge bayon qildi. Shuning uchun Allah bizge yaqin tursa, Allah bizge nima deb Allohga qulchilik qilib, Allohning digini bo'yicha Allohni yaxshi ko'rib qo'l ko'tarsak, hatto xato ish qilib solgan bo'lsak-mu darhol pushaymon qilib Allah Subhanahu ve Taala qaytib kelsak, Allah gunohlarimizni mag'firat qilib o'zining rahmatini ochadigan shundaq bizning yaqinimiz, igimiz Allah tursa, nimishqa Allah Subhanahu ve Taala tarafiga yuzlanmaymiz? Allohga haqiqiy yaqinchilik bo'lishqa, Allah Taalaga haqiqiy do'st bo'lishqa, Allah Taalaga haqiqiy bog'lanishqa, Allah Taala oldida biz Allah bizden razı bo'lg'udak ixlosman mu'min qul bo'lishqa tirishchanlik qilmaymiz. Buni o'zimizdan so'rashimiz kerak. Shuning uchun qarindoshlarimiz har bir ayol bo'lsin, er bo'lsin, qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, o'smirlar bo'lsin, har qandaq bir musulmon qarindoshlarimiz va har qandaq bir inson Allah Taalaga yuzlanayli. Allohga xolis bo'layli. Allah Taala bilan bo'lgan aloqamiz, ishonchimiz, munosabatimiz, Allah bilan bo'lgan yaqinchiligimizni bog'lashga ahamiyat berayli. Her qandaq bir davlat raisleri, cemiyet raisleri ve her qandaq bir yüzlük kişiler bilan bo'lgan munosabatimizni yaxshilashdan bakroq Allah Subhanahu ve Taala bilan munosabatimizni yaxshilasak, Allah Subhanahu ve Taala bizga her qandaq bir cemiyetdagi o'rnimizga va dunyo oxiratlik baxt soatimizga, qalbimizga, erkinligimizga o'zi ega bo'ladi. Shuning uchun biz Allah Subhanahu ve Taala'ga haqiqiy yuzinib, işencimiz, imanimizni Allah Subhanahu ve Taala xolis qildigan musulmonlardan bo'lishqa Allah Subhanahu ve Taala nasib qilsin. Va salli ala Muhammedin va ala alihi va ashabihi ecmaîn.